Bugun somsaga xamir qilamiz. Hop, xamirimizga katta osh qoshiqda 2 qoshiq tuz solamiz. Idishimizga to'ldirib soldim. Endi bunga shunaqa kosada to'ldirib 2 kosa suv solamiz. Aralashtirib nomakab tayyorlab olamiz. Mana suvni soldik. Yana bitta kosa suvni solib, buni tuzini eritib olamiz. Yaxshilab eritib, tayyorlab olganimizdan keyin kattaroq xamir qorishga tog'oramiz. Bu nomakabli suvni solib, xamir qorishni boshlaymiz. Tog'oraga suvni solamiz, nomakab suvimizni. Keyin qolgan tuzini ham yana ozgina suv solib, aralashtirib, yana eritib, yana sovuramiz. Hozir bizga shuncha hozir suv bo'ldi xamir qorishimizga. Bunga endi elangan tayyor unimizni solib, mo'ljal qilib sovuramiz. Sekin to'kmasdan undan sovuramiz. Bu xamirimiz qorganimizda ko'proq bo'ladi. Ko'proq xamir qorib, tayyor qilib, muzlatgichga qo'yib qo'yishimiz uchun ko'proq qilib qoryapmiz. Ortiqchasi bilan tayyor xamirni olib, keyin ishlatsak bo'ladi keragida. Yana solamiz. Hop, endi qorib ko'ramiz. Agar unimiz kamlik qiladigan bo'lsa, mo'ljalımizdan yana ozgina sovuramiz. Kamroq o'xshayapti. Ko'ramiz. Qo'limizda biladi o'zi qattiq qorayotganimizda qattiq yumshoqligidan bilinadi o'zi. Menimcha bo'lib qoldi. Mana shu unimiz shunga yetarli bo'lar ekan. Taxminan shuncha un. Endi buni shunaqa qilib aralashtirib, unni bir xil massaga keltirib olishimiz kerak. Keyin shunaqa massa bo'lgandan keyin unni o'zi alohida bunaqa qolmagandan keyin, xamirga aylangandan keyin buni yaxshilab mushlashni boshlaymiz. Shunaqa qilib qattim ezib, yana qayirib ag'darib ushlaymiz. Charchaganingizda nevaralaringiz bo'lsa, nevaralaringiz ham mushlashib yuboradi. Mana nevaram yordamlashadi menga. Qattim kuchimiz boricha mushlaymiz. Qattim qilib mushlaymiz. Xamirimizni bir xil silliq holatga kelguncha mushlab,
oxirida chiroyli xamir silliq bo'lgandan keyin, pishgandan keyin xamir pishigandan keyin zuvala qilib ustini yopib olib qo'yamiz. Mana qarashlarimiz endi. Buni qayirib bunaqa qilib ushlaymiz. Mana xamirimizni ham tayyor bo'ldi. Ushlab oldik. Endi buni bo'laklarga bo'lib chiqamiz. Zuvalaga. Shunda bu xamirimizni 3ga bo'lsak bo'ladi. O'rtacha xamir bo'laklari bo'ladi. Teng bo'lakga bo'lmasak, yoyishimizga oson bo'ladi. Zuvalarni qilib, zuvalani qilamiz. Xamirni yoyganimizda ham xamirimiz dumaloq bo'lib chiqadi. Zuvalarni qilib tindirishga qo'yib qo'yamiz. Ustiga qilib yopib tindirishga qo'yamiz. Xamirimiz mana tayyor bo'ldi, tinib, endi yoyib boshlaymiz. Ushlab ochib olamiz xamirni. Aylantirib. Ochib olamiz. Sarmagandan u yog'ini, bu yog'ini aralashtirib ochib olamiz. Holati kelgandan keyin un sepib boshlaymiz. O'rtasini kam bosamiz. Endigina chetini sargina unga nisbatan, o'rtaga nisbatan qattiqroq bosamiz. O'rtaga yengil bosim beramiz. Mana birinchi marta aylantirib olganimizdan keyin ikkita yonini buklaymiz. Keyin qilib yana yoyamiz. Yana bitta
ochur turganda bitta aylanib boramizda bunaqasiga hammamizni yana o'rtaga olib kichikini bo'lamiz. Shunaqa qilib yoysak hamma yog'i bir xilda chetlari ham qalin o'tmasdan bir xilda bo'lib yoyiladi. Shib olamiz. Mana hammamizdan ochib oldik. Qancha yupqa bo'lsa, shuncha qavati yaxshi bo'ladi. Qavat bo'lib, to'kilib turadigan hamma bo'ladi. Endi bir chekkadan boshlab hammamizga oldindan eritib qo'ygan oq yog'imizni hamma yog'iga bir tekis qilib surib olamiz. Qo'limizda sursak ham bo'ladi. Agarda qo'lida surmaydiganlar bo'lsa, moslama bor, shunaqa suradigan cho'tkalar, shunaqada sursa ham bo'ladi. Menga qo'limda qulay surish. Keyin bir chekkadan surgan joyingizni o'rab aylantirib qattiq bosib o'rab chiqamiz. O'rab chiqamiz. Shunaqa qilib oxirigacha yonni surib, o'rab yumalab qo'yamiz. Bizani tayyorlagan yog'imiz mol yog'i. Bunga mol yog'ini eritib, 3dan 1 qismiga o'zimizdan semichka yog'idan, pista yog'idan aralashtirib qo'yganman. O'shani surdim. Endi hamma xohishiga qarab margarin eritib, har xil margarinlar surishadi, qo'y yog'ida ham suriladi. Yani yaxshi. Hamma ta'biga qarab yog'ni tanlaydi. Menga mol yog'i shunga o'rganganman. Yaxshi chiqadi. Qimir bo'lib shu yog'dan surdim. Mana hammamizdan yog' surib o'rab oldik. Mana shunaqa holatga keltirib olib, buni endi kesib olamiz, bo'lakchalarga bo'lib olamiz. Bu xamirimizdan taxminan bir 30 ta bo'lak somsaga, 30 ta somsaga loyu xamir chiqadi. Mana xamirimiz tayyor. Mana endi xamirimizni bo'laklarga bo'lib olamiz. Taxminan shunday bo'ladi. Unaqacha katta ham bo'lmaydi, kichkina ham bo'lmaydi. O'rtacha kattarida bo'ladi. Xamiri qalin, o'ragan xamiringizni ingichka qalinligiga qarab moslab kesaverasiz. Xohlasangiz kattaroq, xohishga qarab shunaqa qilib kesib, bu bo'lakchalarni bir martalik ishlatiladigan idishga solib taxlab, muzlatgichga qo'ysak,
keyin olib ishlatsak ham bo'ladi. Tayyor mahsulot bo'lib turadi. Shoshganimizda tayyor olib qilaveramiz. Mana somsamizning xamiri tayyor bo'ldi. Idishlarga joylab oldik. Buni endi muzlatishga qo'yib qo'yamiz.